Assalomu obunachilar, bugun sizlar bilan blinchik pishiramiz. Blinchik uchun yarim litr suv kerak bo'ladi. Uni sabunli, semiz, bizada sut yo'qdi, o'shaning uchun semiz, un, shakar, soda, yog' va tuxum solamiz. Birinchi bo'lib biza semizimizni solamiz. Kamochka qilmasdan yaxshilab aralashtirishimiz kerak. Sut ham oppoq bo'lishi kerak. Semizimiz ham oppoq bo'lishi kerak. Sut ham sutga o'xshab oppoq bo'lishi kerak. Biza tuxum solamiz. Tuxumni ham yuvib ketguncha yaxshilab aralashtirib bo'lganimizdan keyin shakar solamiz. Shakar bo'lgan 6 qoshiq shakar solamiz. Sizlar qanaqa solsanglar solaveringlar. Men 6 qoshiq shakar solaman. 6 qoshiq shakar solganimizdan keyin biza yog' solamiz. Yog' solamiz. Yog' solganimizdan keyin biza soda solamiz. Kichkina qoshiqdan yarim qilib yaxshilab yo'q bo'lguncha aralashtirishimiz kerak. Keyin unimizni solamiz. Un aralashtirganimizdan keyin sal yetmay qoldi. O'shaning uchun yana yarim pila qo'shib yubordik. Endi gaz plitaga olib borib pishirib ko'ramiz. Yaxshimi qaranglar. Endi biz qilamiz. Sochig'imiz bor, sayro pichog'i bor. O'shanda ham olish uchun sayro pichoq qilamiz. Yaxshilab aylantirib, sochig'ida yaxshilab aralashtirib gaz plitaga qo'shish kerak. Orqa oldin o'girib, ana tayyor. Endi ikkinchisini ham xuddi shunaqa qilib sochig'ida aylantirib olamiz. Yana aylantirib gaz plitaga qo'yamiz. Ana hozir ikkinchisi ham tayyor. Ikkinchisini olamiz. Endi uchinchisi qolgan hammasini ham xuddi shunaqa qilamiz. Aylantirib yana ko'p aylantirish kerak. Hamma yoq tekkiz uchun. Ana blinchiklarimiz pishdi. Bismillahirrohmanirrohim. Zo'r. Hammaga xayr.